To'pga listdan tayyorlanadi. Tamam jigarlar. Necha pul narxini? Narxi 6 million so'mga. O'zbekistonimiz ham bu siz misol xolis odam haligi tavsiya qiladigan bo'lsa ham biz birinchi xo'p, Mahmudjon bu ishlarimizni bir kvadratini 1 million 400 ming so'mdan. Hozir 5 million deyishim mumkin. Lekin o'sha gap xudo xolasa har qanaqa joydan so'rab surishtirishadi. O'zimizga 12 ta viloyatga bepul bizda. O'stonokop. Chunki mashina o'zimizda hisobiga zakazlar 750 ming so'mgacha chiqarib beryapmiz. Bu misol biz bo'lyapti. Chunki har bitta qovurg'a listiyani ham baquvvat bo'lishiga yordam beradi. Bir xilda metr kvadrat o'sha 550 ming so'm, 600 ming so'm, 750 ming so'mgacha chiqarib. Shum izolyatsiya bo'ladi, rezinkalargacha porni o'rnaydi. Eshikda xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan yana navbatdagi foydali videoda ko'rishib turibman. Bugun e'tiboringizga yaxshi niyatda pul to'plab yurgan O'zbekistonimizda chet davlatlarda ishlab yurgan akalarimiz, opalarimiz, onaxonlarimiz uchun shohonaviy darvoza, lekin do'stlar narxi juda ham budjetniy, cho'ntak bobidan ko'rsatgani Muhdin akam oldiga kelganmiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ishlayapsizlarmi aka? Tinchmisizlar? Xudoga shukr. O'zlaridan qolar gap yo'q. Muhdin akamlar bilan ancha yildan beri ishlaymiz. Bemalol o'zim ishongandek ishonib, zakazlarni bersanglar bo'laveradi. Xudo xolasa ko'z tegmasin, shu paytgacha biror bir muammo chapa bo'lgan joyi yo'q. Inshaalloh sizlar o'ylagandan ham chiroyli qilib, sifatini zo'r qilib do'stlarim yasab beramiz. Yana bitta narsa bor do'stlar, arzon sho'rvani mazasi tatmab degan narsa bor. 1-2 so'mdan qochmanglarda, bitta bo'lsin zo'r qilinglar, nevara, chevara, evara 7 avlodingizga yetadigan darvozalarni uylarga o'rnatinglar. Bo'lmasa, agar biz boshladik, murojaat uchun darvoza zakaz qilaman deganlarga 12 viloyatga ikkilanmasdan telefon qilasizlar. Qo'shni davlatlarga ham kelishilgan holatda chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Nomerlarimiz pastda, murojaat qilinglar. Niyat qilganlar, bizdan mehnat, sizdan like. Kichkinagina layklarni ayamaysiz degan umiddaman. Like bosish tekin, shaxsiy fikr kommentariyada yozaveradi. Ha aka. Xudo xolasa. Darvozalarimiz necha kunda tayyor bo'lyapti aka? Darvozalar mana ob-havolar ham isib qoldi Mahmudjon. Imkoniyat darajasida oldinlari misol shtampovka ishlarga 20 kun degan bo'lsa, qisqardi, 15 kunga tushirdi. Ruchno ishlarimizni o'sha 25 kun bir oy muddatga olyapmiz. Tushunarli. Xudo xolasa imkoniyat darajasida tezlashtirib beramiz. Tamam. Bo'lmasa kameraning orqasiga o'zim o'tiraman. Akalar, qanaqangi savollar bo'lsa, kommentariyada yozasizlar. Biz videomizni boshladik. Yaxshilab joylashib olinglar. Qaysi birdan boshlaymiz endi aka? Mana mana shu bir chekkada olib ketaveraylik. Bir qator ko'rsatib olsangiz, boshidan oyoq, xudo xolasa bir materialga keyinchalik batafsil tushuntirib o'taveramiz. Mana do'stlar, ko'ringlar bitta darvozani holatini. Bu yangilik shekli aka. Yangilik ishlardan, Endi odatda eskilik ishlarimizni ham qo'yamiz. Haligi salatni, imkoniyat darajasi salatni ishlarimizni 2024-2025 chiqqan ishlarimiz ham bor. Endi bu hozirgi yilda yangi ishlarimizdan. High-tech fason, high-tech uylarga tavsiya qilamiz. Mana Xudo xolasa yaxshi ishlarimizdan. Tepalarini ham skvoznoy bo'lish uchun do'stlar ochib qo'ygan, ko'rib turganlardek. Xo'p, aka qanaqa endi buni materiallari, narx-navosi? Xo'p, yaqindan ko'rsatib o'tsangiz, endi klientlarimiz bizdan birinchi so'raydigan narsa bizatini listi bo'ladi. Listi rossiyskiy 1.8 o'sha plyusovый. Zakazga qarab 2 listlarimizgacha bor. Yo'llari, taglari обязательно shvellar bo'ladi, beziloq. Endi listi ham 2 qavat ponni shum izolyatsiyali bo'ladi. O'zingiz urib ko'rsangiz ham bu siz misol xolis odam haligi tavsiya qiladigan bo'lsa ham biz birinchi o'zimizga yoqadigan narsalarni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa, xizmatiga ham, kraskasiga ham, temiriga ham garantiya beriladi. Ponni beziloq bo'ladigan materiallarda ishlanadigan ishlarimizdan. Mana shu ruchkalarimiz ham ponni shu nerjevekali ishlarimizdan. Endi buni profildan ham tayyorlasa bo'ladi. Endi kimga qanaqa, xudo xolasa zakazga qarab, klientlarimiz nimani xohlasa, o'shani qo'yib beraveramiz. Yaxshi. Tepa qismlari ham ochiq qilganmiz. Endi bu havo o'sha siz aytgandek, high-tech uylar hozir ko'pincha P shaklida bo'ladi. O'shaning hisobiga skvozno bo'lishi uchun. Endi buni ham zakazga qarab, ponni uni ham, tepa qismini ham bekib qilib tayyorlab berilaveradi. Puli qanaqa endi aka buni? Xo'p, Mahmudjon bu ishlarimizni 1 kvadratini 1 million 400 ming so'mdan chiqarib beryapmiz. 2 qavatli bo'lgani hisobiga bu oz-moz qimmatroq chiqadi. Chunki 1 qavatligini orqasi juda cho'kib ketgani hisobiga faqat 2 qavatli ish tayyorlab beryapmiz zakazlarimizga. Tushunarli do'stlarim, bemalol murojaat qilasiz. Zamonlari ham o'sha o'zimiz ishonadigan zamonlarimizdan. Kaliti ham 5 talik bo'ladi, barakali. Misol, xonadon egalari ham 5 ga bo'lib ishlatishaveradi har bittalari.
Mana do'stlar, murojaat qilasiz. Xo'p, aka betish muddati qancha dedik buni? 1 oy muddatga olyapmiz. Xudo Bir oy xohlasa, muddatga imkoniyat darajasida bir 25 kun 1 oy muddat aytamiz. 1 kun yarim kun misol bizga Samarqanddan yo Buxorodan zakaz bo'lib qolishi mumkin. Yo'l hisobiga 1 kun yarim kun zaddeshka bo'lishi mumkin. 25 kun aytib turib 27-kuni borishimiz ham mumkin. Chunki mashinamiz u yoqdan kelishi bor, bu yoqdan borishi bor. Ha, Yo'l masofa hisobiga 1 kun yarim kun zaddeshka bo'lishi mumkin. Hop, keyingi ishlarimiz qaysi aka? Keyingi ishimiz shu taroq fasoni ko'rsatib o'taylik. Taroq Hozirgi fasoni, kunda ham juda jigaylar. ko'p olayotgan zakazlarimizdan. Bitta ko'rasizlar o'zingizlar. Hop aka. Buni yaxshiligi Mahmudjon fasad tanlamaydi. Eng plus tomoni bundan 5 yil oldin ham bu fasonni chiqarganmiz. Ha. Hozirgacha trendda. Sababi salatni ish. Mana do'stlar. Bu birinchidan fasad tanlamasligini hisobiga ham, har qanaqa uyga, high-tech uyga ham, Hop. o'zimizning milliy uylarga ham ketaveradi bu fason. Mana jigaylar. Sovuqli joy, qum sovuqli joy, travertin joylarga ham tavsiya qilaveramiz. Bir xilda o'sha обычный ishlarimizdan. Tushunarli. Eng asosiysi, qadrdonlar, mana sizlar xohlagan rangda kraska qilib beradi. Puliga umuman ta'sir qilmaydi aka. Xizmati ham bir xil. Rangiga misol rangini o'zgartirishsa, narxiga ta'sir qilmaydi. Gap yo'q. Nech pul dedingiz buni? Xo'p, 1 kvadrat metrini 1 million so'mdan 1 qavatligini, agar 2 qavatli bo'ladigan bo'lsa 1 million 350 ming so'mgacha chiqarib beryapmiz. Bizda endi razmerga qarab odatda 4 metrga 4 metr bo'lsa, bundan ham qalinroq material ishlatamiz. Ha. 3 metrga 3 metr bo'lsa, o'rtacha material ishlatsa ham xizmatini qiladi. Lekin обязательно hamma ishlarimizda listi 1.8 bo'ladi. Hop. Taglari, yo'llari shvellar bo'ladi обязательно. Ha. Orqalari ham, oldilari ham bir xilda toza kraska bo'ladi. Shu ya'ni oldiga bu kraskadan ishlatib, orqasiga prosto kraska ishlatib qo'ymaymiz. Tushunarli. Muhimi bezulog' material. Ha. Bizga zakaz berayotgan insonlar ham misol uzoqda bo'lish, misol Rossiyadan turib zakaz qilishgan klientlarimiz ham videolarni, rasmlarni, ish jarayonlarini обязательно kuzatib borishadi. Biz 2 kun, 1 kun oralig'ida tashlab boramiz ish jarayonlarini. Misol list bosilgan holati, ramka и korobka bo'lgan holati hammasini обязательно tashlab boriladi. И plus kraskadan oldin ham gruntovkali holatlargacha tashlab boriladi syomkasi. Endi bizni manzilni aytib o'tay, Namangan shahrida. Samarqanddan zakaz qilgan yo Buxorodan zakaz qilgan klientlarimiz kela olmasligi mumkin. O'shani hisobiga ham biz video syomka qilib обязательно tashlab boriladi. Xudo xolasa xizmatimiz ishonchli. Keyingi ishimiz qaysi endi aka? Keyingi ishimiz mana shu yondagi ishlarimizda davom etadi. Buni ham bir ko'rsatib o'ting. Xudo xolasa bu ham sotuvdagi ishlarimizda. iPhone fason, nomi, shtampovka ishlarimizda. Aha. Bu ham qo'ldan kelgancha biz birinchi o'rinda sifat, обязательно. Material ikkinchi o'rinda keladi. Bu material asosiy narxini ko'tarilib tushadigan narsasi. Birinchi o'rinda sifat. Bu fasonlarni ham misol razmerga qarab chiqaveradi. Hozir bu eng ustki misol lelo 3 metrga 3 metrli razmerda bo'lgan. Kattalashadigan bo'lsa, o'sha siz mana darvozada ko'rgan tepa qismi ham lazer bo'ladi, обязательно. Ya'ni yondagi darvozalarimiz ham bor, uni ham ko'rsatib o'taman. 3 metrga 3 metr sotuvdagi darvozalarimiz. Xudo xolasa inshaalloh kim telefon qiladigan bo'lsa, birinchi klientimizga xudo xolasa shu darvozamiz razmerlarga tushib qoladigan bo'lsa, kelishtirib beramiz. Turish qancha endi buni usti? Razmer tushib qolsa 3 kuch deyapsiz. Hozir 5 million deyishim mumkin. Lekin o'sha gap xudo xolasa har qanaqa joydan so'rab surishtirishadi. O'zimizga birinchi chiqqan klientimizga shu razmer 3 metrga 3 metr 12 ta viloyatga dastavka ustanovkasi tekin aytilgan narxdan ancha arzon qilib beramiz. Tamam. Atak zakaz qilsa metr kvadrat qancha buningiz? Zakaz qiladigan bo'lsam, misol bu darvozamiz 3 million bo'ladigan bo'lsa, zakazga 5,5 millionga tayyor bo'ladi. Voy, mana do'stlar. Bu nima deydi? Balkim sizning hurmatingizdandir. Balkim klientlarimizning hurmatidir. Shu darvozani xudo xolos ko'nglimizdan chiqdi. Arzonroq qilib, olib borib o'rnatib beramiz. Tamam do'stlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Xo'p, keyingi ishimiz qaysi endi do'stlar? Keyingi ishimiz davom etaveramiz shu yonda. Do'stlar, yana bitta ishimizni ko'ringlar, akalarim, bay bu darvozalarga qarasanglar, qaraginglar kelaveradi. O'zi ham har xilidan chiqib ketibdi, Muhdin aka. Ha, bu rangiga ozgina o'zgartirish kiritganmiz. Bu qanaqa ishimiz endi aka? Dubay fason shtampovka ishimiz. Hop. Xudo xolasa ozgina o'zgartirish kiritganmiz, biz xohlagan narsa chiqdi. Aha. Oldin
oldingi videolarimizni ko'rgan bo'lsangiz, ikki xil rang ishlatgandik. Stannoy bilan mokriy. Hozir однотомный mokriy rangdan foydalandik. Xudo xolasa biz xohlagan narsa chiqdi. Ham salatniy bo'ldi, ham shohona bo'ldi-da. Xudo xolasa xizmat qiladigan darvozalarimizga ozgina o'zgartirish kirityapmiz. Tepalari ham o'zgarashib turibdi aka, lekin. Ozgina list qolipini ham almashtirdik. Do'stlar ko'ringlar bitta. Oldingi ishlarimizda lazer qismi ozgina kattaroq edi. Hozir ozgina o'skiylashtirib, yana ham chiroyliroq bo'ldi. Gap so'z yo'q aka. Qanaqa endi aka, nima material narxlari qanaqa buning yuzi? Qaranda, materiallari shtampovka ishlarimizda hammasi eng qalini 1.3 gacha chiqadi. Klientlarimiz ham bilsa kerak, shtampovkaning eng qalini o'sha 1.3 gacha bosiladi. Yondorlari, taglari zakazga qarab shvellar ham tayyorlab beramiz. Hozir bu profilli versiyalarimiz. Narxidan misol aytsam, sal tushunarliroq bo'ladi. Metr kvadrat 600 ming so'mdan 750 ming so'mgacha chiqarib beramiz. Hozirgi kunda. Arzonlari ham bor, lekin tavsiya qilmaymiz arzonlarni. Chunki bugun o'rnatib yana yilga almashtiradigan darvoza hech kimga ham kerak bo'lmasa kerak. Xudo xolasa o'shanga materialni imkoniyat darajasida darvozaga ozgina rasxod qilib turib, shvelder, listini qalin, kraskasini gruntovka qilib zakaz qiladigan klientlarimiz bo'ladigan bo'lsa, shu fasonni tavsiya qilamiz. Mana do'stlar, ko'raverasizlar. Chunki metali darvozani xizmatiga yordam beradi. Gruntovka kraskaga yordam beradi. Ochilib yopilish обязательно shvelder bilan bog'liq bo'ladi. Plus pachineli oshiq-moshiqlardan foydalanamiz. Zakasi xudo xolasa 750 ming so'mdan 12 ta viloyatga dastlabki ustunovkasi bepul bo'ladi. Ana do'stlar, shoshilib qo'yinglar. Bu ishimizni ham bitta ko'ringlar akalarim. Bunisi endi qanaqa Muhdin aka? Hozirgi ko'rsatgan fasonimizda o'sha sizga aytgan ikki xil rangda bo'lgan. Ya'ni mokriy kombinatsiya bo'lgan ekanda. Stannoy ikki xil. Даже 3 xil ham desa bo'laveradi. Chunki mokriy. Ochroq, stannoy toza stannoydan. Hop. O'sha aytganimdan materiali bir xil. Ozgina misol menga rang-barangliroq rang bo'ladigan bo'lsin degan klientlarimizga buni ham tavsiya qilamiz. Bu ham o'ziga yarasha. Xudo xolasa hammasi ham darvozalarimiz xizmat qiladi. Mana do'stlar. Narx qancha buningiz? Narxi o'sha bir xil. Metr kvadrat 600 ming so'mdan 750 ming so'mgacha chiqarib beryapmiz. Tamom. Do'stlar, yana bitta narsa, chekasi, yondorlari, pastlari, shvellar profiliga qarab turib, narxiga albatta ta'sir qiladi. Shu yerni ham hisobga olib qo'yasizlar, jigarlari. Mahmudjon metr kvadratini 400 ming so'mdan ham chiqarib beryapmiz. U qanaqa desangiz, zakaz ishga kirmaydi. Chunki u sotuvga chiqadigan ishlarimizda. Bozor bilsangiz, konkurensiya bo'ladi, raqobat bo'ladi. Kimni tovari arzonroq bo'ladi, bozor aylanadigan odamlar ham menga arzon darvoza kerak deb qidiradi. Arzon darvozalar qanaqa bo'ladi desa, materiallar yupqaroq bo'ladi, listi 08 bo'ladi. Yo'llari ham, taglari ham profildan bo'ladi. Zamovlari ham bunaqa zober zamov emas, prostoyroq zamovlarimiz bor, o'shandan bo'ladi. Ana do'stlar. Haligi narxiga bog'liq. Shvellerga aylantirsa, shvelder profildan 2 barobar narx qimmat yuradigan material. O'shani hisobiga zakazlar 750 ming so'mgacha chiqarib beryapmiz. Bu misol biz 500 ming so'mligidan ham 750 ming so'mdan ham foydamiz deyarli bir xil bo'laveradi. Materialni qalinlagani hisobiga, material qimmatligini hisobiga narxi ko'tarilishi mumkin. Gap yo'q do'stlar, bemalol telefon qo'yinglar. Buningiz bitish muddati qanaqa endi? 15 kun, 16 kun muddatga olyapmiz. Endi uzoq joy, o'sha aytganimda Buxoro, Samarqand, Qoraqalpog'iston, kerak bo'lsa Xorazm, o'sha tomonlarga bo'ladigan bo'lsa 2 kun zaddeshkasi bo'ladi. Chunki yo'l hisobi bu. Biz darvozani 5 ta, 6 ta, 10 tagacha bitta mashinada chiqaramiz. Toshkentga, Jizzaxga yo'lma-yo'l borgungacha 2 kun vaqt o'tishi mumkin.